Assalomu alaykum. Har kuni amal qiladigan ko'plab qoidalarimiz aslida konstitutsiyamizda belgilab qo'yganligi haqida bilarmidingiz? Misol uchun, ta'lim olish huquqingiz O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 50-moddasida belgilab qo'yilgan. Erkin fikrlash va o'z fikrini erkin bildirish O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 33-moddasida belgilab qo'yilgan. Boring chiqar. Hech narsam yo'q. Konstitutsiya Har bir shaxs shaxsiy daxlsizlik huquqiga ega. 27-modda. Eng muhimi, konstitutsiya davlatning emas, avvalo fuqarolarning manfaatlarini himoya qiladi. Davlat organlari faqat qonun asosida va inson huquqlariga rioya qilgan holda ishlashlari shart. Bu konstitutsiyaning 15 va 54-moddalarida belgilab qo'yilgan. Konstitutsiya shunchaki bir hujjat emas. Bu bizning kundalik qo'llanmamiz. Huquqini bilgan inson har bir qadamni ongli qo'yadi va huquqiy munosabatlarda o'z o'rnini topa biladi. Konstitutsiyani biz bilan birgalikda o'rganing. Huquqni bilish kuchdir.